Modulda test joylashtirish qanday amalga oshiriladi? Buning uchun masofaviy o'qituv platformasini ochamiz. Biz login parolni kiritamiz. Kurslar ro'yxati chiqadi. Mana kurslar ro'yxatidan algoritm berilganlar strukturasini bahorgi qismini tanlaymiz. Va mana masalan qaysidir 6-haftaga test joylashtirmoqchimiz. Deterministik va non-deterministik algoritmlarga joylashtirmoqchimiz. Rejim redaksiyasini o'tamiz. Deterministik va non-deterministik algoritmlar mavzusiga o'tamiz. Mana shunga test joylashtirilmagan ekan. Добавить element или resurs buyrug'idan test buyrug'ini tanlaymiz. Testni tanladik. Va bu yerda yozamiz deterministik va non-deterministik algoritmlar mavzusi bo'yicha test. Yoki bu yerda Ctrl X man bu izohda buni yozib, man bu yoqda shunchaki test deb qo'ysak ham bo'ladi, farqi yo'q. Отображать описание deymiz. Uni aktivladik, сохранить и показать. Mana сохранить показatdan bu safar ochildi. Ana endi добавить вопрос degan buyruqdan foydalanib, добавить maksimalniy otsyankaga maksimal 100 ballik hisobdan belgilasin. 100. Сохранить. Итоговая оценка. Перемещать. U qo'shsin. Nimagadir menga ошибка beryapti. Ошибка bermaslik kerak aslida. Xo'sh, ana endi добавить buyrug'iga bosamiz. Новый вопрос. Endi новый вопросning ichidan qanaqangi test savollarini tuzishimiz mumkin. Множественный выбор, ya'ni bu yerda bir nechta variantlarni tanlash imkoniyati bor. Verno, neverno nimasini tanlash imkoniyati bor, ya'ni ha, yo'q. Na соответствие, ya'ni bu yerda o'sha nima shartlarni qanoatlantiradigan. Korotkий ответ. Mana buni dastur tuzishda foydalansak bo'ladi. Masalan, korotkий ответda dasturni bir qismini berib, qolgan qismini mana bu korotkий ответda kiritgin desak ham bo'ladi. Числовой ответ ham bersak bo'ladi. Mana dastur kodini kiritib, bu yerda javobi dasturning natijasi nima bo'ladi deb bersak ham bo'ladi. Esse, ya'ni bu yerda izohni to'liq o'zi inshoda yozish mumkin. Вложенный ответ, ya'ni bu yerda biror bir ответni вложить qilish ham mumkin, ya'ni yuklash mumkin. Выбор пропущенных слов ko'rinishida, hisob-kitob qilinadigan oddiy formula ko'rinishida, katta hisob-kitobli va hokazo mana bunaqa ko'rinishdagi savollarni joylashtirsa bo'ladi. Demak, birinchisini tanlaymiz, множественный выборni добавить deymiz. Mana bu yerda kategoriya turaversin. Название вопроска, birinchi savol. Birinchi savolni bergandan keyin, masalan, tekst вопроска yozamiz. Berilgan, masalan, algoritmlardan deterministik algoritmlarni aniqlang. Nuqta qo'yamiz. Bu tekst savolni nimasi? Xo'sh, bali necha ballik? Bu savol. Masalan, romanchani 5 ballik bo'ldi. Agar siz umumiy 10 ta test tuzmoqchi bo'lsangiz, 100 ballik tizimda, demak 10 balldan berasiz. 20 ta test tuzmoqchi bo'lsangiz, 5 balldan berasiz. Biz 10 ta test tuzmoqchimiz, demak 10 balldan beramiz.
Vопроsga izoh bersangiz ham bo'ladi. Ya'ni savolga izoh yozsangiz ham bo'ladi. Xo'sh. Один или несколько ответ. Только один ответ. Ya'ni biza oddiy biladigan o'sha ABCD variantli testni bitta variantini tanlash ko'rinishidagi nima? Xo'sh, neskолько desak agar, bu holatda bir nechta variantni tanlash imkoniyati mavjud. Xohlasangiz bu, xohlasangiz bu. Neskолько ответni tanlaymiz. Xo'sh, numerovat varianti. ABC ko'rinishda numerovka qilishingiz mumkin. Mana bu ko'rinishda numerovka qilishingiz mumkin. 1, 2, 3 farqi yo'q. Masalan, kattasini tanlang. Birinchi variant ответ. Masalan, Mertzford algoritmi. Mertzford algoritmi bu deterministik algoritm hisoblanadi. Xo'sh, agar buni belgilasa, demak bizga o'sha 100 ballik hisobdan kelinglar bo'lib tashlaymiz. Mana 25 ball. 4 ta javob hammasini belgilasa agar 100% baho oladi. Dubga masalan barakalloh deb ham qo'yishingiz mumkin, nimadir qo'yishingiz ham mumkin. Ikkinchi variant. Asosiy bu yerda belgilashimiz kerak bo'lgan narsa variantni to'g'ri javob ekanligini berish kerak. Xo'sh, ikkinchisida masalan Quicksolve. Bu ham deterministik algoritm. Otsenkaga 25% qo'ydi. Xo'sh, keyingisi masalan binary search algoritmi. Xo'sh, bu ham javob bo'la oladi. Bunga ham 25% qo'ydi. Va keyingisi masalan linear search algoritmi. Demak bu ham 25%. Demak to'rttalasi ham to'g'ri javob bo'la oladi. Va bu yerda masalan to'g'ri degan yozuv chiqsa agar shuni belgilasak. Buni qo'ymasak ham xato bo'lmaydi, testimiz ishlayveradi. Demak bizada hammasi belgilanadigan ko'rinishdagi nima bo'ldi. Xo'sh, va сохранить изменения и продолжить desak agar natijada bizaga savolli ma'lumotlar test variantlari hosil bo'ldi. Сохранить. Mana bitta testimiz hosil bo'ldi. Mana buni ikkinchisini qo'shishimiz uchun yana добавить buyrug'iga bosamiz. Новый вопрос. Va bu yerdan masalan verno neverno ko'rinishidagi kelinglar o'sha bitta javoblik variantni ham nima qilaylik. Название вопрос. Ikkinchi savol. Tekst вопросga masalan no deterministik algoritmni belgila. Xo'sh. O'nbalik boyagini o'zida oladi. Javobni tanlasa o'nbalik bo'ladi. ABSni oldi. Birinchi variant masalan genetik algoritm. Genetik algoritmlar bu deterministik algoritm hisoblanadi. Demak bu faqatgina shu javob to'g'ri 100% ni oladi. To'g'ri. Xo'sh, ikkinchi variant masalan Ipsort algoritmi. Bu 0% natija qaytaradi bizga. Ya'ni usta bersa ham bo'ladi, usta bersa ham bo'ladi. Va noto'g'ri deb bersa ham. Bularni berish shart emas lekin.
Endi izoh chiqarsa desangiz agar bersangiz bo'ladi. Masalan, Evklid algoritmi. Bundayam usul noto'g'ri. Evklid algoritmi deterministik algoritm hisoblanadi. So'ng 4-chi javobni ham kiritsak bo'ladi. Masalan, o'rgangan algoritmlarimizdan birortasini kiritamiz. Masalan, linear search algoritmi. Ya bu ham ustiga turaversin. Bunga ham nota olmaymiz. Bu saqlanib ko'rib chiqamiz. Hammasi joyida va saqlanib buyrug'ga bosamiz. Demak, bizada hozircha ikkita savol hosil bo'ldi. Mana bu yerda shunaqa qilib savollarni ro'yxatda добавить yordamida yana qo'shimcha qo'shib borsak ham bo'ladi. Va saqlanib buyrug'ga bosib, demak, savollarni bu yerda testni ko'rishingiz mumkin. Предварительный просмотр qilib, mana начать попытку. Mana deterministik algoritmlarni belgilang. Mana bu yerda bittalasini ham belgilash imkoniyati bor. Следующая страницаga o'tsak, nodeterministik algoritm. Masalan, genetik algoritm. Закончить agar mana отправить и завершить тест desak agar, bizada to'g'ri degan javoblar chiqadi. Mana bu test yuklash bo'yicha ko'rsatilgan